Assalomu alaykum aziz podpisчиклар, obunachilar. Mana bugun Panj noyasidan video qilyapmiz. Limonzor, limon teplitsadan. Limondan kattaligini ko'ryapsiz, ichida jangalzorga o'xshab, o'rmonga o'xshab ketgan. Endi limonning boshi ichini bir kirib ko'ramiz. Hosilni yig'ishtirib bo'lgan 4 yillik, 5 yillik limonlar. Har bir tubi kami 50 kilo, bo'lmasa 100 kilogacha hosil beradi. Bu yerda xo'roz ham bor ekan. Bitta mevasi qoptimi edi. Mana bu yerlarda mevalari bor ekan. Mevasi mana bu yerda tarafda qopti. Limonlar. Xudo xolasa ko'chatidan olib ketamiz. Biz ham xudo xolasa qishloqda, yana qishloqda yetishtirishga, katta qilishga harakat qilamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol ko'chatga qiziqadiganlar bo'lsa, aytaversin. Ko'chatlardan ham topib beramiz. Teplitsaning o'zi oddiy teplitsa. Uzunligi 30 metr chiqib qo'yadi-ya. 30 metr, eniga 3 metrmi, 3,5 metrmi? Egasi limonning. Novcha? Ahmadjon. Ahmadjon, наймите зуба не гомя к нам. Qiziqadiganlar bo'lsa, opisiya telefon nomerimiz bor. Bemalol ko'chatlardan topib beramiz.